Allo, Al- Allo, assalomu alaykum. vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr Bezovta qilib yaxshi. qo'ymadimmi onajon sizni? Yo'q, Rahmat. Ayni fursatlarda sizning qimmatli vaqtingizni olayotgan Dilizxorlarim loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Bugungi fayzli kuningiz, shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin. rahmat. Bugun emas lekin tug'ilgan kuni. Menga bugun deyishdi. Yo'q, ertaga tug'ilgan kuni. Ha, unda avvaldan tabriklab qo'yish niyatlari bor bo'lsa kerak. Rahmat, kim bu? Rahmat. Ayni fursatlarda Dilizxorlarim loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Bugungi Aha. bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon insonlaringiz o'zlarining go'zal bo'lgan tabriknomalarini biz orqali sizga yo'llab qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Sizningcha mana shu mehribonlaringiz kim bo'lishlari mumkin? Farzandlarimda. Albatta. Aynan kim bo'lishlari mumkin? Shu ikkita farzandim bor, bir o'g'lim, bir qizim bor. Shu ikkalasi hamdir, balki bittasidir. Albatta. O'g'lim, Albatta, juda o'g'lim yo ham qizim, to'g'ri shu ikkalasidan topdingiz. bittasi. Albatta, judayam to'g'ri topdingiz. Bugun sizni yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi o'g'lingiz nomlaridan qabul qilar ekansiz onajon ushbu tabriknomalarni. Shahbozmi? Albatta, hamda ularga keliningiz ham qo'shilib qolganlar. Kelinim ikkovlarimi? Albatta, Rahmat. agar biroz vaqtingizni ajratib tursangiz, ularni siz uchun qoldirgan tabriknomalarini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, bemalol vaqtim bor. Rahmat, tashakkur, marhamat, tinglang. Assalomu alaykum. Mehribonim, jonajonim, onajonim, farishtam, nurli yuzligim, quyoshim, mehribonim, onajonim. Bugungi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga ummat Allohimga ne'mat bo'lgan shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bugun men uchun eng qadrli, eng aziz insonning shukrona kuni. Onajonim, siz bor ekansiz, men boyman. Siz bor ekansiz, men kuchliman. Siz bor ekansiz, dunyo menga har doim yorug'. Onajonim, meni dunyoga keltirganingiz uchun rahmat. Meni tunlar uxlamay katta qilganingiz uchun rahmat. Mening har bir og'irligimda yuragingizdan o'tkazganingiz uchun rahmat. Balki men ko'p bora sizga rahmat deb ayta olmagandirman. Lekin bilingki, yuragimning har urishida sizga bo'lgan cheksiz minnatdorchiligim bor. Siz meni qo'lingizdan yetaklab hayotga olib kirdingiz. Yiqilsam suyab, adashsam to'g'ri yo'l ko'rsatdingiz. Har doim duoyingiz bilan meni asrab kelgansiz. Men bugun qanday inson bo'lsam, bu sizning tarbiyangiz, sabringiz va mehringiz sababdir. Onajonim, siz bizni deb oqargan sochlaringiz, peshonangizdan oqqan terlaringiz haqqi Allohim sizni Firdavs jannat bog'lari bilan siylasin. Sizning har bir ko'z yoshlaringiz o'rniga Alloh sizga quvonch yoshlarini bersin. Siz faqat baxtdan yig'lang onajonim. Men sizni haj safarlariga olib borishni, Ka'bada yoningizda turib duo qilishingizni ko'rishni juda xohlayman. Inshaalloh Ka'ba oldida yonma-yon turib siz bilan birga duo qilish bizga ham nasib qilsin. Siz bunga eng munosib insonsiz. Onajonim, agar men sizni ranjitgan bo'lsam, bilib bilmay og'ritgan bo'lsam, bugun shu muborak kunda mendan rozi bo'ling. Chunki men uchun sizning roziligingiz Allohning roziligidir. Siz mening jannatimga eltuvchi yo'limsiz. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, jannat onalarning oyog'i ostidadir. Onajon, men sizning oyog'ingiz ostida jannatni topishni istayman. Umringiz uzoq bo'lsin.
Sog'lig'ingiz mustahkam bo'lsin, yuzingizdan tabassum arimasin, farzandlaringiz sizga bosh, toj bo'lsin, nabiralaringizni bag'ringizga bosib, ularning rohatini ko'rib yuring. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bu dunyoda ham, oxiratda ham siz bilan birga bo'lishni tilayman. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizday insonim borligidan faxrlanaman. Mening eng aziz, eng mehribon, eng go'zal onajonim. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb qoldirganlar. Rabbimdan so'ragan tunlari panoh. Holin so'rolmadim farzand bo'lib goh. Allohim kechirgin eyvoh. Men uchun asragin onajonimni. Men deya uxlamay o'tgan tunlari. Ba'zida xavotir otgan tonglari. Berilgan mol dunyo o'tkunchi bari. Robbim o'zing asra onajonimni. Og'rinsam ko'zlari bo'lib jiqqa yosh, ko'zdagi yoshiga qanday beray dosh, goh kelib ketarkan go'zal qalamqosh. Men uchun asragin onajonimni. Ortimdan g'iybatim qilganlar bisyor. Bu dunyo bunchalar bo'libdi-da tor, tunda yo'lim poylar bo'lib intizor. Men uchun asragin onajonimni. Bu yolg'on dunyoda rostgo'yim onam. Onang bor dunyoda nurli koshonam. Yig'lasam, yig'lagay har doim onam. Men uchun asragin onajonimni. Duosi men uchun ulug'dir har dam. Duosini olib men bosarman qadam. Shu she'rni yozarman qo'limda qalam. O'zing asra, Robbim, onajonimni deb qoldirganlar onajon. Eslatib o'tmoqchiman, ushbu qo'ng'irog'imiz biz tomonimizdan yozib olinmoqda. Agar sizni ham farzandlaringiz, yaqinlaringiz uchun samimiy tilaklaringiz bo'lsa aytib qolishingiz mumkin, ularning o'zlariga yetkazib qo'yamiz. Kattakon rahmat bolalarimga. Alloh rozi bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsalar hamma niyatlariga erishsin ilohim. Kattakon rahmat. Men mingdan ming roziman bolalarimdan. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Biz ham sizni shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat singlim. Rahmat sizlarga. Rahmat, bugungi kuningiz xayrlarga, solih amallarga boy o'tsin onajon. Rahmat. Rahmat, ozgina bo'lsa-da ko'nglingizni ko'targan bo'lsak, biz bundan minnatdormiz. Albatta ko'tardingizlar ko'nglimni, rahmat. Alloh sizlardan ham rozi bo'lsin. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.